Zanglamas, chidamli va mustahkam konteyner temirlardan tom yoptirish qanchaga tushadi? Bugun shular haqida ma'lumot beramiz 2024-yil hisobi bilan. Konteyner temirga to'xtaladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin 8 lik konteynerda qilingan, bu yerlari o'rtalari esa 7 likda, bunisi ham 7 likda, ya'ni rekani ham konteyner qilishgan qadrdon tomoshabinlar. Stenasiga to'xtaladigan bo'lsak, 1.7, 1.8 stenadan 2 stenagacha qilib beriladi. Bu manzilga to'xtaladigan bo'lsak, 14 metr eniga, 24 metr uzunligiga mansard qilib yopilgan qadrdon tomoshabinlar mana bunday ko'rinishda. Xo'p, ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqqan holatda qanchadan xizmat ko'rsatayotgani haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari, eni 23 metrgacha bo'lgan uzunligi cheksiz skalatlar, omborxona, molxona, to'yxona tomlarini yopib berish xizmatlari bor.